Yozgi ta'til davomida bolajonlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan dolzarb 90 kun doirasida Barkamol avlod bolalari Oltiariq tumani bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tmoqda. Tadbirda Barkamol avlod bu orzusi bor, mehnat qilishni istaydigan, ijod qilishdan charchamaydigan yoshlarning maktabdan tashqari bilim, ko'nikma va tarbiya maskani ekani ta'kidlandi. Unda bolajonlar tomonidan vatanparvarlik ruhidagi chiqishlar, jumladan qo'l jangi, harbiy harakatlar va vatan himoyasiga bag'ishlangan sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Har bir harakatda g'urur, har bir nigohda kuch bor edi. Yetti yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar ishtirok etgan Barkamol avlod bolalari festivali Oltiariq tumani bosqichi g'oliblari diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Har bir bolaning ismi sahnada yangragani ular uchun unutilmas lahza, ota-onalar uchun esa cheksiz faxr bo'ldi. Men pazandalik bo'yicha festivalda ishtirok etdim va faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Endi festivalda viloyat bosqichida ishtirok etib, tumanim sha'nini himoya qilishga harakat qilaman. Bugungi yoshlar ertangi kun tayanchi. Ular fan olimpiadalari, sport musobaqalari, ko'rgazmalar, ijodiy tanlovlarda faol ishtirok etish bilan birga xalqaro miqyosdagi bellashuvlarda ham g'olib bo'lmoqdalar. Oltiariq tumani Barkamol avlod bolalar maktabiga mental arifmetika to'garagiga kelaman. Ustozim Mavluda Mamasidiqulna bilan birgalikda Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tgan mental arifmetika musobaqasida super chempion bo'lib, jahon chempionatiga yo'llanma oldim. Buning uchun ustozimga va Barkamol avlodga minnatdorchiligimni bildiraman. Jahon chempionatida ham chempion bo'laman. Barkamol avlod vakillari o'z iqtidorlarini namoyon etishmoqda. Ularning mehnati e'tirof va e'tiborga loyiq. Bu unutilmas lahzalar ham yoshlarning ertangi zafarli qadamlariga kuch va ishonch baxsh etadi.